Mana bu eshiklarning birini orqasida bank xodimi, ya'ni kredit undiruvchi turibdi. Siz esa bankdan katta qarzingiz bor. Hozir siz shu eshiklarning birini tanlash orqali bank xodimidan qochib qolishingiz kerak. Bank xodimi esa qaysi eshikdan qochishingizni oldindan bilib, o'sha eshik orqasida sizni kutib turibdi. Ishonmaysizmi? Keling sinab ko'ramiz. Shu eshiklarning birini tanlang. Faqat bittasi. Tanlagan eshigingizga ikkita bosib qo'ying esda qolish uchun. Eshiklar oldida raqamlar paydo bo'ldi. Siz tanlagan eshik oldida ham bitta raqam bor. Shu raqam nechi bo'lsa, tanlagan eshigingizdan boshlab soat strelkasiga teskari tarzda eshiklarni sanang. Boyagi raqam nechi bo'lsa, shuncha eshik sanaysiz. Soat strelkasiga teskari tarzda. Siz yangi eshikka keldingiz. Bu eshikni xayolingizda, ongingizda saqlab qoling. Bank xodimi ayyor, siz yana eshiklarni o'zgartirishingiz kerak. Siz hozirgi eslab qolgan eshigingizdan boshlab soat strelkasi bo'ylab 5 ta eshik sanang. Tanlagan eshigingizdan boshlab soat strelkasi bo'ylab 5 ta eshik sanang. Siz hammasini to'g'ri qildingiz, yana boshqa eshikka keldingiz. Shuncha eshikdan mana shu eshikka siz keldingiz. Bu ehtimoliy tanlov. Bank xodimi esa aynan mana shu eshikda sizni kutib turibdi. Ishonmasangiz, mana bank xodimi keldi.